Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun biz Qur'on o'qiymiz? Biz Allohning amriga bo'ysunish uchun Qur'on o'qiymiz. Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiyalariga amal qilish uchun Qur'on o'qiymiz. To'g'ri yo'ldan adashib ketmaslik uchun Qur'on o'qiymiz. Allohga sevimli banda bo'lish uchun Qur'on o'qiymiz. Rivoyat qilinishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam temir zanglaganida qalbni ham zang bosadi dedilar. Shunda sahobalar: "Ya Rasululloh, qalbning zangini qanday qilib ketkazish mumkin?" deb so'rabdilar. "O'limni ko'p eslash, Qur'on o'qish", dedilar Rasululloh. Kalamullohni har bitta harfini o'qiganimiz uchun unda savob olamiz. Agar mushafi sharifni boshidan oxirigacha bir marta o'qib chiqsak, nomai a'molimizga 3 milliondan ortiq savob yoziladi. Lekin shuni ham unutmasligimiz shart. Qur'on o'qiyotganimizda xayolimiz har bir harfga unda savob olish bilan band bo'lmasin. Niyatimizni xolis qila olsak, Alloh taolo albatta maqsadimizga erishtiradi. Keling do'stim, unda bugundan Qur'on o'qishni boshlaylik. Unutmaylik, Alloh har doim biz bilan birga.